Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ichimlik suv ta'minotidan keluvdik. Qarzdorliklar katta ekan, shunga kattalar bo'lsa chaqirib qo'ysangiz. Hozir. Suvdan katta qarzdorlik aytdimi? To'laganimcha pulimiz yo'q-ku. Hozir yana suvimiz o'zib ketishmasin, suvsiz qolmaydi, undan ko'ra uyda hech kim yo'q deb qo'yaveraman. Uyda kattalar yo'q ekan, ko'chaga chiqib ketib qolishuvdi. Agarda aholining suvdan qarzdorligi bo'lmaganda, fuqarolarda bunday qo'rquv bo'lmas edi. Mas'ul tashkilotlar tomonidan o'tkazilgan reyd jarayonida yillar davomida ichimlik suvi uchun to'lovlarni vaqtida qilib kelmagan hamda qarzdorligi mavjud bo'lgan fuqarolardan biri aniqlandi. Qarzdor to'lovlarni vaqtida qilishni so'ragan xodimlarga doimiy qarshilik ko'rsatib kelgan. O'tni bilaman, uzib ketsa-yu suvsiz qoladigan-da. Tarmoqqa qayta ulansiz. Qayta ulansiz. Liboyni qilaman. Sen nima deyapsan? O'zingizni bosib gapiring. Yoshingiz katta, o'zingizni bosib gapiring. Boshiga kirib. Bo'ldi, e'tirozim yo'q. Meni qilayotgan xatti-harakatimizdan murojaat qilaman yuqori turuvchi organga. Va mazkur holat sudgacha yetib bordi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Andijon tumanlararo sudining 2025-yil 23-iyundagi qaroriga asosan fuqaro XMdan Andijon suv ta'minoti foydasiga 8,863,415 so'm qarzdorlik undirish bo'yicha ijro hujjati kelib tushgan. Qarzdor tomonidan qarzdorlikning to'liq bartaraf qilinmasligi ma'lum qilinib, Andijon suv ta'minoti xodimlari bilan birgalikda majburiy ijro harakatlari olib borilib, fuqaroning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda yashash ehtiyojidan ortiqcha bo'lgan mol-mulklar xatlanib, fuqaroning yashash xonadoni suv ta'minotidan uzildi va xatlangan mol-mulklar realizatsiya qilish uchun majburiy ijro byurosi omboriga topshirildi. Hurmatli fuqarolar, siz tabiat ne'mati hisoblangan suvni ishlatdingizmi? Albatta, uning to'lovini amalga oshirishni paysalga solmang. Shunda siz nafaqat o'zingizni, balki soha xodimlarini ham ortiqcha ovoragarchilikdan saqlagan bo'lasiz.